Xayrli kun barchaga. Aytib o'tganimdek, Bangkok shahridaman. Ertadan boshlab 3 kun bizda kadavr, konferensiya, kurslar, yangi bilimlar boshlanadi. Bugun ozgina vaqt bor. Sizlarga qisqacha ozgina informatsiyalar berishga harakat qilaman. Operatsiyadan oldin nimalarga e'tibor qilish kerak? Operatsiyadan oldin birinchi o'rinda tekshirish kerak, kimda operatsiya qildiryapsiz. Ya'ni vrachni shu mutaxassislik bo'yicha haqiqatda litsenziyasi bormi, o'qiganmi? Ikkinchi narsa bu klinika. Klinikaning sharoitlari qanaqa? Klinikada har qanaqa holatga tayyorgarlik bormi? Qulayliklar yaxshimi? Instrumentlar bilan ta'minlanganlik darajasi yaxshimi? Uchinchisi bu vrachni tavsiyalariga rioya qilish, ya'ni operatsiyadan oldin mumkin bo'lmagan holatlar bor. Aytish mumkin, ichmang, chakmang yoki menstruatsiyaga to'g'ri kelmasin operatsiya. Shu narsalar haqida har doim yoki allergiyangiz bo'lsa yoki qanaqadir qo'shimcha boshqa yondosh kasalliklaringiz bo'lsa, vrachga albatta aytish kerak bo'ladi va tavsiyalarga rioya qilish kerak. Oxirgi holat bu albatta operatsiyadan kutilayotgan natija. Ya'ni operatsiyadan kutilayotgan natija bu bir umrlik bo'lmaydi hech qachon. Ya'ni operatsiya 10-15 yilgacha maksimum yordam berishi mumkin, lekin bu narsani bir umr qoladi, bir umrga turadi degan narsani xayoldan chiqarish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yoshartiruvchi operatsiyalar haqida gap ketyapti. Rinoplastika, rekonstruksiya operatsiyalar bo'lsa, bu boshqa narsa.